Assalomu alaykum. Mol bozori kanalining hurmatli obunachilari. Bugun da xolos o'zimiz xonadondan mollar chiqaramiz. 20 bosh molimiz bor. Kichkinasidan tortib to kattasigacha. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha video qilib yetkazib beramiz. Like'lar bosib, podpishka qilib turasizlar. Obuna bo'lib o'zimiz xonadondan chiqarib turamiz. Boshqa blogerlarga nisbatan 500 ming arzon qo'yib turamiz. Xudo xolasa bo'ladigan narx qo'yamiz. Nima qilib aytib olib tushib beraman emas, sotiladigan pastki narxini qo'yib beramiz. Yo'qsa like bosib qo'yasizlar bitadan. Assalomu alaykum Bilal. Vallahi kaçalım. Obunachilar. Bilal'ın kanalida o'zini. Bilalni o'qtumchi. Bugungi xudo xolasa 20 bosh molimiz bor. Aha. Narxini o'ta yengil qo'yib beramiz. Boshqa kanallardan xudo xolasa 500 ming arzon 1 millionga bo'ladi. arzon bo'ladi. Ko'rib, solishtirib ko'rishsin. Kelar o'zimizni kanalga molni pastda sotiladigan narxini qilib chiqarib turamiz. Obuna bo'lib Like'lar qo'yasizlar. bosib, podpishka qilib obuna bo'lib qo'yishaveradi. Xudo xolasa narxini o'ta yengil chiqarib turamiz. Boshladi, bu birinchisi. Birinchisi mana. Bo'ylari 1.17 dan mana shu 3 tasini. 3 tasi. Birinchisi. Abi ikkinchisi. Cho'lasi ham вообще ama Qoramiz uchinchisi. Mayda mollar. Yashi ham ortiqcha katta bo'lib ketmagan. Yashlari yash, emasini. Osilib ketadi o'zi yashi katta molda. Shoqi ham hali chiqmagan. Xo'p, mana bu 4-inchisi. 4-inchisi. 5-inchisi. Molni qarang. 6-inchisi. Aha. Ha bu qoramiz 7-inchisi mana. Mana bu 8-inchisi. 9-inchisi. Mashina ham kiribkasi zo'r ekan-a? Vapsh garibkasi butun mollar hammasini doqolib. Mononi garibkasini qarang. Utalari ham o'ta yelli. 10-inchisi. Ha, 11-inchisi. Oq shvetimiz 12-inchisi. 12-inchisi. Mana bu 13-inchisi. Mana bu shvetimiz 14-inchisi. O'ta ko'chati zo'r mashina. 14 tasini yeb ishlari. Yeb ichishi bir hafta garantiya. Aha. Sog'liq salomatlik vaqti zo'r. Bir hafta bemalol sinab olishaveradi. 14 tasini bir yerga oldim degan obunachimizga 12 million 500 dan yetib boradi. 12 million 500. 12 million 500 dan. Вообще qulay. Umuman O'zbekiston territoriyasida yo'q bu narx. Ama mana shu eng kichkina mol ham 11 millionga ham bermaydi. O'zbekistonda bu yerida. Bu yerda bermaydi. Mollar O'zbekistondagi o'zim olib kelaman 11 milliondan kamiga ola olmaysiz mana shu mollarni. Eng kichkinasini ham. 14 tasini olsa 12 million 500 dan vodiy bo'ylab 12 million 500 dan. Like-ni bosib, podpishka obuna bo'lib qo'yishsin. Like-ni bosib qo'yasizlar. Bu boshqa kanallarga ham qo'yiladi, lekin bunaqa narx bo'lmaydi. O'zimiz kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Oldin o'zimizga qo'yamiz, keyin boshqaniga qo'yamiz. Shunaqa o'zimiz kanalimizni ochdik, xudo xolasa kelishtirib beramiz, lekin mana shu mollarni 15 milliondan kami bor deydi. Bu yerda 15 milliondan kami bor deydi. Hammasini bir yerga tortib keladi, xudo xolasa hammasiga sog'liq salomatlik garantiyasini o'zimiz beramiz. O'zimiz haliga bemalol u vaqtdan o'ylashmasin. 14 tasini olsin, baraka topishadi, xudo xolasa. U boshqa kanallardan hali qilib kanalni rivoji uchun to'g'risi puliga ham beraveramiz. Like'lar bosib qo'ysa bo'ldi. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursa bo'ldi. Bo'ldi. Podpishka qilib hali qo'ysa, puliga ham ketaveradi. Ikkita xunojimiz. Ikkita xunojim. Ikkovi ham zo'r bola degan narsalar. Mollarni orqalari butun mollar. Mana mol yem ham yeb turgan ekan mana mol. Shunga sho'ng'ib qilyapti shunga. Chunki yem ko'rib bo'lgan-da o'zi. Bunisini qarang. Qorillab вообще zo'r turibdi xolisa. Bu ikkalasini 9.5 dan ketaveradi. 9.5 dan baraka. 9.5 dan baraka, to'g'risi. Bo'ldi. Ya'ni 3 ta puli yengili. Pulini yengili kerak menga. Hoji tog'alar pensiyamni olib qo'yganman deganlarga mana 3 ta zo'ridan. 3 ta zo'ri, mana kichkintoyini ham qarang. Bo'yi 97, 98 dan mana shuniki 92 mana qarang. Rossiyskiy kallalarni qarang, chiroylidan. Ishqibozchilikqa boqlar, mana qarang. Orqa oyoqlari ham o'ta baquvvat. Bola degan narsa.
Mana akalar rossiyskiy, qaydan rossiyskiy deysizlar. Deganlarga rossiyskiy molni mana shu yurakchasi обязательно bo'ladi. Shunda e'tibor qilinglar. Mana shuni eslab qolsin. Rossiyskiy molda hammasida bo'ladi, ana shu peshonasida yurakchasi. Ha, shu haqiqiy rossiyskiy bo'ladi. E'tibor qilib kuzatinglarda boshqa kanal bozorlarda ham peshonasilar yurakchasi bo'ladi, oqi. Bu uchalasini ham narxini o'ta yengil qilib qo'yib beramiz. Sotiladigan narxini qo'yamiz dedik, xudo xolasa sotiladigan narxlar qo'yamiz. Uchalasini olishsin, Aha. 8,5 dan yetkazib beramiz. 8,5 dan 8,5 dan ketdi. Vodiy bo'ylab. Tog' tuyog'iga kelishamiz lekin. Vodiy bo'ylab ketdi. yetkazib ham beriladi. Ha, vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Tog' tuyog'iga kelishamiz. To'g'ri. Tog' tuyog'iga jo'natsak bizga ziyon ham qoladi. Deyarli Yetkazib beramiz u yoqqa ham. Kelishilgan holatda. To'g'ri tushuninglar, qo'ydi foydasiga mana shu uchala molni beramiz. Bitta qo'y nech pul foyda qiladi? Shunaqa foydaga beramiz. Bittasini Moluvdi. 3tasi ketadi. 3tasi ketadi. Bitta qo'yni foydasi 3tasi ketadi. Obuna bo'lib qo'ysa, xudo xolasa bundan ham yengil chiqarib turamiz. Maqsad akalar, ertaga yangi partiya kelganda ham birinchi o'zimizni kanalga qo'yamiz, shu maqsad. Yengil xudo xolasa foydalanib qoladigan yeri. Hamma kanal bozorlarga solishtirib ko'rsin. Bozorlarda ham umuman bermaydi buni. Maydasini narxida qo'yapmiz, shu kattalarga. Akalar, aloqaga chiqasizlar, kimgadir yoqqan bo'lsa, gap so'zlarimiz xudo xolasa to'g'ri kelib ketadi. Ikkinchi, uchinchi endi 3-4 ta video oldik. Xudo xolasa xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz oldindan. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.